Assalomu alaykum o'rtoqlar, men sizlar bilan o'sha yosh youtuber. Bugungi videoda do'stim Aziz Kioneti bilan video olamiz. Sen yo'qdingmi videoni? Yo'q. Hali endi yangi keldi-ku, yo'qishga yordam beribsan. Hozir yo'q beraman. Yonda hozir. Короче, bugungi videoda biz klublar jangini qilamiz. Ana bu tushunsangiz. Aytma. Kommentga yozib yuboringlar bolalar. Meni videolar bak. To'g'ri. Meni videoga olyaptimi dedi. Videoga olmaydi deydi-ku. Bo'l qurishni boshla. Lekin mendan ko'rma. Mendan ko'rma. Mendan ko'rish yo'q. Hozir kerak bo'ladi. O'rtoqlar, o'zimni eski diğer o'zimni eski uy qurish mahoratimdan 1 2 3 4 5 hozir yaptı. Kun qilmamizda kecha qolgan kunda 1 2 3 4 5 yaxshi. Sen hali qurishni ham boshlaganing yo'q. Mana endi boshladim. Reklama boshlanyapti. Yo'q. Shu bloklarni olishdan bo'lyapti. Pastga ham tushgan yo'q. Yaxshi bosilgan yo'qdi. Kamera uchun emas. Biz kamerani ko'taradimi telefon? Bilmadim. Hozir ana qurgan uyim bor, 3 xona, 3 ta xonasi bor. O'shandan qurmoqchiman, uchun katta qildim. Sizlarga ko'rsatgan edimmi, yo'qmi? Uylarni obzorda chiqargan edimmi, yo'qmi, bilmadim. U uyingni men bilaman, lekin esimda yo'q qoldi. Alloni ko'rmagansan? Ye? Men rostdan ko'rmagansan. Ana bitta do'stim bor edi-ku, kanalimiz nima edi? Lunex. O'rtalar ana reklama qilgan edim-ku. 51 o'sha kanalning egasi, ammo hozir boshqa kanal ochibdi. O'sha hozirgi men bilan o'ynayotgan. Ozgincha nosozlik bo'ldi. O'rtalar men pauza qilib turaman. Mana O'rtalar aytgan esimdan chiqdi, bu kattalik bo'yicha. Aziz kirdingmi? Bu kattalik bo'yicha aytgancha, aytish esimdan chiqdi. Kattalik bo'yicha. Sen ham aytib tur. O'rtalar